arablar bilan futbol o'ynab bo'lmaydi-da. Shu arablar bilan terma jamoamiz o'ynasa, asablaring buzilib ketadi. Ko'ra olmaysan. Hakam to'g'ri qaror qabul qilayotgan bo'lsa ham shu jahling chiqib ketaveradi. Shu kim qo'yibdi arablarga futbol o'ynashni degin keladi-da. Mayli. 9 kishi bo'lib qoldi futbolchilarimiz. Asablarni saqlagan holatda ichki xotirjamlik deb chidaymiz endi. Biz ko'pgina holatlarda mana shu o'zimizni o'zbeklarni, ya'ni o'zimizni ko'proq tanqid qilamiz, ko'p yolg'on ishlatamiz, ko'p bir-birimizni aldaymiz. Xullas shunaqa o'zimizni tanqid qilamiz. Lekin mana bu arablarni ko'rib hayron qolasan-da. Futbolda ham shunaqangi yolg'onchi, shunaqangi bir simulyator futbolchilari, xullas yolg'on va mana shu haqqoniylik umuman yo'q. Bu arablar bilmayman, bu xullas bo'ldi. Qolganiga o'tib qo'ymaymiz. Shu arablar bilan futbolda ko'rsang asabing buziladi. Ichki xotirjamlik. Chida 9 kishi bo'lib qoldik. Mayli. Zato jahon chempionatiga chiqdik.